Dal 3113 edi. U Xanni oldimigan edi. U faqat Xanning ishonmaydiganligini biladi. Uzoq o'tmay Xan Obidning Nyu-Yorkdan kelgan o'smir ekanligini faraz qilib, Nyu-Yorkning uydan chiqib ketish xotirasini tekshirishga boshlab, Obidning salohiyatini nihoyat tezda bekitdi. Yana bir tarafda yolg'iz Obid turmushni o'zgartirishni qaror qildi. Bir kuni Obidga doktorxonada doktorlar tarafidan tanqidlangan bir kichik sestra uchrab qoladi. Uning omoq sabiy yig'isi qarab Obid omroq bo'lib qoldi. Mana bir eng yomon aldamchiga eng sodda qiz mos keladi. U bir necha yig'iz gap bilan uni qaqoqlab kuldiribdi. U nihoyat tezda Harvardning o'qish bitirish isbotini o'ydirib chiqib, bu doktorxonaga kelib xizmatga qabul qilinib, asosliq boshqaruvchi bo'ldi. Bir tarafda boshqaruvchi bo'lib, bir tarafdan qizlarni keltirdi. Lekin u haqiqiy yaralangan bolalarni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin o'zi bardoshlik berolmay, darhol hojatxonaga kirib qusuydi. Nima degan bilan salohiyati yolg'onda. Uzoq o'tmay u yana bir qitim kasb o'zgartirishni qaror qildi. Qiz do'stining uyiga kelib, daldisining bir obro'li advokat ekanligini bayqaydi. Tomoq ustida u yana odat xarakterlik odam aldashni boshladi. Hamda men doktor bo'lishdan ilgari advokat edim deydi. Natijada qizvolning dadisi nihoyat tezli bilib qoldi. U Obidni bir chatga chaqirib, uningdan zodi qanday qilmoqchi ekanligini so'raydi. Obid samimiy qiyofatda u qizning dadisiga "Men hech nima emas. Men faqat bir savdoyilarcha qizingizni yaxshi ko'radigan yigit" deydi. Advokat birdamdala uni e'tirof qiladi va qabul qiladi. Shuningdan keyin qizbolning dadisi o'ttirga chiqib, uni shtat bosh taftish amaldorining yordamchisiga aylantirib qo'ydi. Amerikadagi bu dangliq aldamchining eng cho'ng siri sodi nima? Uning sonsizligan kishilarni qanday oldiganligi emas, balki qanday ko'chirmachilik qilib advokatlik imtihonidan o'tganligi edi. Qandaqla bo'lmasin, imtihon qog'ozini oldig'ini bo'lmaydi. Buning javobini oxirida deylik. Biz avval Obidning hikoyasini davomli ko'raylik. Qiynoatsi uni bekli aytib olaydi. Advokat yordamchisi bo'lishga tanishtirib, uni oblast boshlig'i bilan birga tomoq yeyishga ilib bordi. Afsus, to'y ketsi, federatsiya tekshirish idorasi yana Obidni izlab bordi. Obid xatarni sezdi-da, darhol uyiga kirib yuktaklarini yig'ishtirdi. Yuktak sandig'ining ichi pul bilan to'shgan edi. U yig'ishtirib bo'lib qochib ketdi. Afsuski, qiz do'stini uning bilan birga menishga qoyil qilolmadi. Hozirdan boshlab federatsiya tekshirish idorasi Miami aydirumining o'sharlik darajasini birinchi darajaga o'stirgan bo'lib, Obidning chiroyi allaqachon oshkorinib ketgan edi. Uning qochib ketishi mumkin emas edi. Lekin u Amerikadagi eng yomon aldamchi emasmi? U bir chora o'ylab topib, ushqichi salohiyati bilan shu joydagi oliy maktabga kelib, u qizlardan 100 turani imtihon ilib, eng chiroyli 8 qizni tanladi. Ondan bu go'zal qizlarni o'zini cho'rdab, aydirumga ilib kirdi. Agar kichik beylik bilan o'g'irlik chiqarishning foydasi bo'lmasa, u chog'da davronni cho'ng silib, qiyoqas cho'qon bilan kirish kerakda. Ularning oldiga uchirgan soqchilar soyib chamonlar tarafidan jalb qilinib, ularning orasidagi iliq eng yuqori tutish buyrug'i chiqilgan jinoyatchiga hech kim diqqat qilmaydi. Yana bir tarafdan Obidmo bir kishini gumonliq odam siyoqqa kirgizib, federatsiya tekshirish idorasini jalb qilib, yo'lbosni tog'dan ko'chirish yelisi bilan qochib ketdi. U Yevropada uyon-bo'yon yurib, odam aldab 7 oydan keyin yana bir qitim tutish buyrug'i chiqarildi. Bu kuni Xan o'zi yolg'iz berib uni qo'lga olmoqchi bo'ladi. U Obidning pulchiga zavodiga kirdi. Obid uni ko'rib o'diqib ketmaydi. Aksicha nihoyat xushal bo'ldi. Hamda Rojdestvo bayramga muborak bo'lsin deydi. Xan uningga sirtda 20 soqchi qurolliq seni saqlayotdi. Men ularni qoyil qilib, seni tinchlik ketishga ko'ndirdim deydi. Obid bo'lsa ishonmadi. Lekin Xan sovuqqonlik bilan mundaq dedi. Bu rost. Agar sen yolg'iz chiqib ketsang, ular seni o'q chiqarishi mumkin. Obid yana ishonmadi. Ham sirtga chiqmoqchi bo'ldi. Xan eng oxirgi qitim ogohlantirish berdi. Obid oxiri uning ishindi. Hamda Xanga o'ziga ko'y silishga yetdi. Ular birga sirtga chiqdi. Sirtda bo'lsa, jimjitlik hukm surgan edi. Obid kulib ketdi. Bu eng yomon aldamchilik qissimi? Yana oldinib qolgan edi. Yo'q, bu chaqda rostilla soqchi mashinasi qo'rshapli keldi. Nurg'un soqchilar qo'pollik bilan Obidni ilib ketdi. Yana nurg'un oydan keyin Xan oxiri o'tkazib berish rasmiyatini hal qilib, Obidni ilib vatanga qaytib jazo o'tashni o'rinlashtirdi. Aeroplanda Xan Obidga dadisining vafot bo'lganligini aytib berdi. Bu gap Obidni nihoyat tushkunlashtirdi. U hojatxonaga kirib yig'laydi. Aeroplan qo'nidi. Lekin Obid chiqmaydi. Ular ishni buzib kirib, ichida odam yo'qligini bayqaydi. U tarat to'nining keyindagi yo'chiq orqali qochib chiqib, aeroplan yerga tushishi bilan sakrab qochadi. Bu qitim u qochib ketmadi. Balki opasining yangi uyiga keldi. U darizdan qarab, uning boshqalar bilan yangi oila qurganligini, inoq ekanligini, yana bir omoq qizning o'zining azaldan ko'rib boqmagan singlis ekanligini bildi. Obidning shuncha yil qochib yurgani, dal mushundaq bir iliq oilaga erishdi. Lekin u eng oxirida erisholmadi. Balkim qochmagan bo'lsa, uni bor bo'lishi mumkin. Soqchilar keldi. Obid tashabbuskorlik bilan soqchi mashinasiga chiqdi. Uning ularni avar qilg'isi yo'q edi. U 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bir necha yil o'tgandan keyin Xan tuyuqsiz uni yo'qlab keldi.
Aslida uning ojit tushgan bo'lib, bir parcha soxta chekni uningga ko'rsatdi. Obid bu jinoyatchining bank kassir ekanligini aytib berdi. Uning qilgan tahlillarining hammasining o'ziga xos bo'lgan inchki nuqta ekanligini ko'rib, Xan uningga ichidan qoyil bo'lib ketdi. Uzun o'tmay Federatsiya tekshirish idorasi Obidga bir kishilik xizmat berdi. Shuning bilan iqtisodiy aldamchilik jinoyatini fosh qiladigan rozvedchik bo'lib qoldi. U bir muncha xizmat bilan oldirash bo'lib ketdi. Uning qallasida yangi qechib ketish o'y paydo bo'lib qoldi. Qechib ketish kerakmi? Shunda bir kunlari u yana ushquch qiyobida kirilib qochmoqchi bo'ldi. O'ylamagan yerdan Xan uning iziga tushgan edi. Xan uningga eg'ir besiqlik bilan: "Agar sen qechib ketsang, mangu qad ko'taradigan kuning bo'lmaydi. Balkim u yolg'on yovdoq gaplaring bilan yashamoq nihoyat osondir. Lekin bundoq yashash ma'nisiz. Hech kimga erishgani bo'lmaydi. Hamda kunda dakki-dukkitli o'tsan, Xan gapini tugitib kayniga burilib ketib qoladi." O'ylamagan yerdan Obid yana tezli ishxonaga qaytib keldi. Mana, u hozir bir bola emas. U bu dunyoda faqat Xanningla o'ziga bir kishilik o'rin qoldirib qo'yganligini biladi. Filmning oxirida Xan uningdan "Sen zodi qanday ko'chirmachilik qilib advokatlik imtihonidan o'tding?" deb so'raydi. Obid: "Men ko'chirmachilik qilmadim. Men 2 hafta qattiq o'rganish qilib imtihon berib o'tdim" deydi. Qarang, hattoki Amerikadagi eng yomon aldamchimi o'rganish qiladi. Kishilik hayot olamshumul o'zgarishlarga to'lgan. Bu kino eng yaxshi izohat. Reallikdagi Frank bo'lsa, keyin dunyoga dongliq aldamchilikqa qarshi turish mutaxassisi bo'lib qoladi. U intoyin o'limlik bo'lgan bexatar pulchigini loyilab chiqadi. Dunyodagi 500 kuchli shirkat va nurg'un banklar har yili uningga necha million Amerika dollari to'laydi. U to'y qilgani 26 yil bo'ldi. Hamda 3 balliq bo'lib, oxiri o'zining illiq g'oyasi bo'ldi. To'g'ri, odam aldash albatta oson ham qulaylik. Lekin baxt ham go'zal kelajakka aldamchilik bilan erishgan bo'lmaydi. Baxt faqat o'zimizning tirish orqali qo'lga keltirishimiz kerak. 抖音